Bugungi mijozlarimizni Tojikistondan kelgan mehmonlarimizni Cobalt avtomobilini olib kelishgan. Bu Cobalt avtomobilining saloniga bir qancha navrotlar qilish bilan birgalikda to'liq premium klassda shum izolyatsiya ham qilib berganmiz. Mana qaranglar. Eshiklari, poli, kapot, krilo, patolog, torpedka eshiklari, xullas bagaj, kolesniyarka hamma joyi to'liq premium klassda shum izolyatsiya qilib berilgan holatda turibdi. Endi salon qismini ham ko'rsatib, birma-bir obzor qilib beramiz. Salon qismida qilingan ishlari multirul xulosada ham koja bilan ishlov berilgan perforatsiya, ham knopkalar o'rnatib, cruise kontrollar ishlatib berilgan. Bundan tashqari polni salon akvaprint, ruldagi detallari, tablodagi, pechka, eshik обшивкада включательlar qaranglar mana. Hammasi bardagi detallar bilan birga matviy akvaprint qilingan. Shumkani komplektda karpetlar qilindi. Bu yoqlarni koja qilmaganimizning sababi bor. Keyinchalik polni proyekt ham qilamiz, do'stlar. Koordinatdan bitta mushni chexol taqib berganmiz. Evakor polik hamda Malibu 2 bar. Malibu 2 bar obzor qilish shart emas, garantiya bilan premium mahsulotlarni o'rnatib berganmiz. Hammasi platali, kranshtayn, begushi bo'ladi. Xullas eng zo'ri barlar. TCC3 monitori zadniy kamerasi bilan o'rnatib, mana bunaqa tepada turadigan ramkalarni ham qilib berganmiz okamlarga. Zadniyni qaranglar, Full HD formatda oladi. Rulni burganda palasalari buriladi. Havo chiqarishlari ham yaxshi. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning aloqa chiqarasizlar.